Toshkent tumani axborot kutubxona markazi Sirojiddin Saidning 67-yilligi munosabati bilan videorolik tayyorladi. Zamonaviy o'zbek she'riyatining atoqli vakili Sirojiddin Said iste'dodli va izlanuvchi shoir. Uni tushunish ham ancha qiyin va murakkab. Boisi shoir tafakkurining terangligi va ko'proq ruhiyat shoiri ekanligidadir. U 1958-yil 30-oktyabrda Surxondaryo viloyatida joylashgan Sariosiyo tumani Kundajuvuz qishlog'ida matalgo'ylik, dostonxonlik urf bo'lgan oilada tavallud topgan. Men shu hazin tovushlar dunyosida tarbiya topdim, deydi shoir. Vaqt tez o'tdi. Toshkent Dorli-Fununining jurnalistika fakultetidagi talabalik yillari. Kitoblar, ilk she'rlar, yana kitoblar. Pul qolmaganda qotgan nonlarni choyga bo'ktirib, rohat qilishlar. Ana shoirning qisqacha tarjimai holi. Va yana o'qish, o'rganish, ijodiy izlanishlar. Buvasi Vahob shoir va amakisi Saidumar aka kuylagan qo'shiqlarning chala qolganlarini to'ldirish. Xullas, Sirojiddin Said bobolarim boshlagan dostonni so'nggi nuqtasiga yetkazish mening burchim deb ahd qilgan shoir. Shu kungacha uning ruh xaritasi, salqin hasranglar kaftida, sevgi mamlakati, asragil, mehr qolur, muhabbat qolur, vatanni o'rganish, ustimizdan o'tgan oylar, qaldirg'ochlarga ber ayvonlaringni kabi bir qator she'riy to'plamlari nashr etildi. Agar uning birinchi orzu degan she'ri 1975-yilda chop etilgan bo'lsa, birinchi to'plami Ruhim xaritasi nomi bilan 1985-yilda bosilib chiqdi. Sirojiddin Said she'riyatida xalq og'zaki ijodiga xos sodda, lo'nda ifoda usuli mumtoz adabiyotimiz ohanglari bilan uyg'unlashib ketadi. Sirojiddin Said izlanuvchan, iste'dodli va ko'p qirrali shoir sifatida o'zbek she'riyati rivojida o'z o'rniga ega bo'lmoqda. U 2020-yil 18-yanvarda Oliy Majlis senatori etib saylandi. Sirojiddin Said jamiyat, xalq oldidagi xizmatlari uchun munosib mukofotlangan. U 1999-yilda Do'stlik ordeni, 2006-yilda O'zbekiston xalq shoiri, 2021-yilda Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. Ayni paytda Sirojiddin Said o'z ijodida o'zbek she'riyatining so'nggi badiiy yutuqlarini o'zlashtirgan holda hozirgi voqelikda va kishilarning ruhiy olamida yuz berayotgan o'zgarishlarni aks ettirmoqda.